Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz va bo'libmi shu da'vo sepida eng aktiv Uyg'ur da'vosini xalqarada bu da'voni kuchli ilib berayotgan va shunday kuchli ilib berishni orzu qilayotgan do'stlarimiz. Bu bizningki Angliya sudida, ya'ni Angliya qon jamiyati sudi orqamdagi İngilizce The Royal Court of Justice deydi, Rukur sud. Bu yerda ikkinchi qitimliq, ya'ni şu Angliya hukumatininki paxta mahsulotlari, Uyg'urlarning majburiy emgakdan chiqqan paxta mahsulotlarininki bu yerga kirishning qonunsizligi va Angliya hukumatininki buni cheklamaganligi shu sababdan 2020 yili başlayan bu arzimiz bugün ikinci sud, yani birinci sudumuz bir yılın aldıda boğan, ahırda bu sudun kararı Angliya hükümetini bu kılan, yani kararının hata emeslikini ilan kılandı. Gerçi yani Uygurları boğatkan bu zulüm, kırgınçılık, insaniyetə qarşı cinayet ve Uygurlarni mecburi emgakka silinayotganligining hammasini haqiqatda qabul qilgan bo'lsa-mu, lekin Angliya hukumatining nima uchun bu mecburi emgakdan chiqqan mallarni, tovarlarni cheklamaganligining sababi qonunsiz emas degan shunday bir qaror bergandi. Bunun üstüne biz qayta, yani advokatlarımız Global Legal Action Network xalqaro qonuniy harakat birligi, bular bizningki advokatlarımız bu to'g'riliq arz qilgan. Bu qitimliq so'z asosli shu Angliya davlatlik jinoiy ishlar agentiyasining ustidan bo'ldi. Chunki bizning advokatlarimizningki bu qitimda asosli shu mecburi emgak mahsulotlarini bu bir jinoiy ishning mahsuloti. Jinoiy ishda o'tilgan mahsulotni bir davlatga, Angliyadagi bir davlatga kiritish o'zi bir jinoyat degan shuni asos qilgan nima bo'ldi. 1,5 kun bu sud davomlashdi va bugun hozir oxirlashdi. Bu ayol sudchininki so'rgan savollari dinlerden qarga vaqtda bu meseleге naiti kuchlik, naiti diqqat bilan qarganligi va hukumatning, Angliya hukumatining 3 eng mashhur advokatni tutganligi. Chunki agarda biz bu sudda yengib chiqsak, ya'ni Angliya hukumati yangi qonun belgilashga majbur qoldiganligi, ya'ni bu sudninki faqatlam Uyg'urlar uchun emas, Angliya o'zidimi bir tarixiy bir masalaning o'tirg'i chiqishi, tarixiy bir masalaninki Angliya sudida buni anglatilganligi, buni bizga tushuntirdi. Shuning uchun sudninki javobi Xudoyim buyursa 7-chi oyda chiqadi. Mayli bizga xayrli bir javob kelsin, kelmasin, bizning advokatlarimizningki hozir bizga deyishicha biz buni eng oxirgacha, hatto Supreme Court, ya'ni texnik yuqori sudlargacha ochiqmiz va Uyg'urlarningki shu haqqoniyatga bo'lgan orzusini chuqur voyaga yetkazamiz dedi. Shuning uchun hammamizga xayr bo'lsin. Sizlarning bu sudga ko'ngil bo'lganinglarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli dunyoning har qaysi yerida turgan Uyg'ur qarindoshlar. Bugün London şəhərinin xan cəmiyyəti, Angliya xan cəmiyyətinin sudunun adından, bu Angliyanın ən zıbır sudunlusu, biz Dünyavi Qurultayı London İşxanasının direktörü Rahimə Mahmud xanım və mən Dünyavi Qurultayı Global İşləri Lobby İşləri Fəaliyyətinin məsul biz müşahdə sudunu axırlaşdırdıq. 2 gün yahi sizə xəbərlərdək 2-3 günün altında biz Angliya hükümetini sudga bergan. Ularning bizning vatanimiz Sharq Turkistondan majburiy emgak
şekilde işlengen paxta mahsulotlarni Angliyaga kirishni to'sash uchun bir qancha advokatlar bilan biz London sotiga Angliya hukumatini bir qancha o'rinni sotib olgan. Buni oldingi yili biz tunji qatim sotib qatnashgan. Undan keyin fikr etib biz bu ikkinchi qatim shu xon jamoat sotining oldiga kelib yana bir qatim 2 kunlik sot etildi. Bu 2 kun jarayonida 3 Angliyaning 3 yuqori darajali sotchilari bizning davarimizni oldi va hukumat advokatlarining davosini oldi. Bizning tarafimizda bir 5-6 advokat birleşip bizning davalarimizni argumentlarimizni o'tirib qo'ydik. Albatta hozir biz sotning natijasini bilmasakmi, lekin 2 kunning yoki bu jarayonda bizning qanchalik hayajonli bu sotni olganimizni men sizlarga ifodalayman. Chunki tunji qatim haqiqiy bir sotning oldida bir davlatning sotning oldiga berib Uyg'ur davosini, ya'ni ulug'ni majburiy emgak to'g'risida buni olganmiz. Shuningga biz Angliyaning o'zining qonunlarini ishlatib, shu orqali o'zimizning davosida o'tirib qo'yamiz. Bu sotning natijasi albatta chiqmadi. Oldimizdagi oylarda 7-oy atrofida chiqmoqdi. Bu chiqqandan keyin biz albatta hammalarga bu natijasini bildiramiz. Lekin bu jarayonda Uyg'urlarning ovozi yana davlat sotida davlatning advokatlarining oldida anglanganiga intayin xo'sh bo'ldik va bizga ilhom berdi. Bu jarayonda albatta London ishxonasining direktorisi Rayma Mahmud xonimga biz cho'ng rahmatimizni bildiramiz, chunki buning oldidan oxirigacha cho'ng va shu kelishimizning bu bir sabab. Hammalarga ko'p rahmat.